Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar. Men Davidov Yunus Jumayevich, O'zbek tili va adabiyoti kafedrasi o'qituvchisiman. Sizlar bilan hozirgi o'zbek adabiy tili fanidan nisbat kategoriyasi mavzusini ko'rib o'tamiz. Demak, sizlar bilan kategoriyalarni birma-bir ko'rib o'tamiz. Bugun sizlar bilan demak nisbat kategoriyasi haqida gaplashamiz. Bilamizki, nisbat 5 ga bo'linadi va quyidagi reja asosida tashkil qildik bugungi mashg'ulotimizni. Birinchi rejamiz aniq nisbat, ikkinchi rejamiz majhul va o'zlik nisbati va uchinchi rejamiz orttirma va birgalik nisbat. Demak, quyidagi birliklar grammatik kategoriyalar hisoblanadi. Nisbat kategoriyasi. Nisbat kategoriyasi harakatning subyekt bajaruvchiga munosabatini ko'rsatuvchi shakllar hisoblanadi. Demak, harakat bajaruvchisi va harakat o'rtasidagi munosabatni ko'rsatuvchi shakllar nisbat shakllari hisoblanadi va bajaruvchining harakat holati jarayonida qay darajada ishtirok etishini bildirishga xizmat qiladi. Va o'zbek tilida 5 ta nisbat mavjud. Bilamizki, o'zlik birinchisi aniq nisbat, ikkinchisi o'zlik nisbati, majhul nisbat, orttirma nisbat va birgalik nisbat. Quyidagi taqdimotda keltirilgan, demak, e'tibor qaratsak, aniq nisbat 0 shakl orqali yuzaga keladi. Ya'ni aniq nisbatni shakllari, maxsus shakllar yo'q. Demak, lekin harakatning bajaruvchisi aniqligini bildiradi va maxsus qo'shimchalarsiz yuzaga keladi va demak, birorta nisbat shaklini ko'rmasak, biz albatta aniq nisbatdagi fe'l deb olamiz va buni aytish joiz bo'lsa, bosh kelishikdagi ismlarga tenglashtirishimiz mumkin. Boshqa kelishik shakllari bo'lmagan holatda, boshqa kelishik shakllar qatnashmagan holatda biz bosh kelishikdagi so'z yoki ism deb olamiz. Aniq nisbatdan xuddi shu kabi, demak, boshqa nisbat shakllari bo'lmaganda biz aniq nisbat deb olamiz. Masalan, kitobni o'qidi yoki kitobni o'qidim. Har ikkalasi aniq nisbatdagi fe'l. Demak, bu yerda e'tibor bersak, o'qidi di bor, o'qidimda di va me bor, lekin ikkalasi ham nisbat shakli emas. Bittasi zamon shakli, bittasi shaxson shakli. Ya'ni nisbat shakllari bo'lmaganligi sababli biz buni har ikkala fe'limizni aniq nisbatdagi fe'l deb olamiz. Demak, aniq nisbatni yuzaga keltiruvchi maxsus shakllar mavjud emas. Navbatdagi nisbatimiz bu o'zlik nisbati. O'zlik nisbati fe'l asosiga in, il, ba'zi qo'llanmalarda, adabiyotlarda keltirilgan ish shakli ham beriladi. Demak, in, il va ish shakllari orqali yuzaga keladi va e'tiborli bo'lishimiz kerakki, o'zlik nisbatdagi fe'l deb olishimiz uchun albatta fe'l asosdan keyin maxsus mana shu qo'shimchalarni, shakllarni ko'rishimiz talab etiladi. Ya'ni faqatgina mazmuniga qarab biz uni o'z ustida amalga oshgan harakat holat bo'lsa, albatta o'zlik nisbatdagi fe'l deb qo'yishimiz noto'g'ri hisoblanadi. O'zlik nisbatdagi fe'l bo'lishi uchun mana shu berilgan qo'shimchalar in, il va ish qo'shimchalari bo'lishi shart va ish harakat o'zini ustida amalga oshishi talab etiladi. Demak, faqatgina mazmunga qarab ajratishimiz biroz xatolik hisoblanishi mumkin. Demak, albatta qo'shimchalarga tayanib ajratsak to'g'ri bo'ladi. Shu ish qo'shimchasi bilan ham o'zlik nisbati yuzaga kelishi mumkin. Masalan, joylashdi. U yangi xonadonga joylashdi bo'ladigan bo'lsa, o'zlik nisbatdagi fe'l. In, il qo'shimchalari ham o'zlik nisbatni yuzaga keltiradi. Masalan, kiyindi yoki ovqatlandi bo'ladigan bo'lsa, demak, har ikkala fe'limiz o'zlik nisbatdagi fe'l hisoblanadi. Ya'ni bajaruvchi o'zini ustida amalga oshgan harakat yoki holatni, ya'ni obyekt va subyekt birlashadi. Bajarayotgan ham, bajarilayotgan ham o'zi bo'ladi. Ovqatlandi, ovqatlantirayotgan ham, ovqatlangan ham o'zi. Obyekt va subyekt birlashadi. Demak, orttirma nisbat bajaruvchi ta'sirida ma'lum shaxs va narsa orttiriladi va harakat yoki holat orttirilgan shaxs va narsa tomonidan bajariladi va orttirma nisbat fe'l asosiga dir, tir, gaz, kas, g'az, giz, kiz, qaz, it, iz, sat kabi qo'shimchalarni qo'shish orqali yuzaga keladi va bunda ham ta'kidlashimiz joizki, demak, biz orttirma nisbatdagi fe'lni topishimiz uchun albatta fe'l asosdan keyin maxsus mana shu shakllardan bittasini ko'rishimiz shart. Masalan, ko'rsatdi bo'ladigan bo'lsa, bu orttirma nisbat sababi sat bor yoki otasini yangi uyga ko'chirdi. Ko'chirdidagi ir qo'shimchasi, demak, bu orttirma nisbat yoki yozdirdi, dir qo'shimchasi orttirma nisbat. Demak, orttirma nisbatdagi fe'l deb olishimiz uchun albatta mana shu shakllarni ko'rishimiz talab etiladi. Navbatdagi nisbat bu majhul nisbat, in, il qo'shimchalari orqali yuzaga keladi.
Demak, e'tiborli bo'lamiz. In-il shakllari o'zlik nisbatini ham, majhul nisbatni ham yuzaga keltiradi. Demak, majhul nisbatda bajaruvchi noma'lum bo'ladi. O'zlik nisbatda o'zini ustida amalga oshadi. Ana shu nuqtai nazardan bir-biridan farqlab olishimiz mumkin. Demak, majhul nisbatda ish harakat bajariladi, lekin uni bajaruvchi shaxs yoki narsa noma'lum bo'ladi. Masalan, parda osildi, kim osgan noma'lum. Yoki suvlar sepildi, kim sepgan noma'lum. Doskaga yozildi, mukofotlar berildi. Demak, bularda ish harakat bajarilgan, lekin kim tomonidan bajarilgani noma'lum. Shu sababli majhul nisbatdagi fe'l deb olamiz. Va ba'zida o'zlik va majhul nisbatdagi fe'l aynan bitta fe'l asosiga qo'shilishi ham mumkin. Bunda biz albatta ma'nosidan farqlab olsak bo'ladi, ya'ni bajaruvchisidan farqlab olsak bo'ladi. Masalan, gul ochildi, yig'ilish ochildi. Gul ochildi, demak, ochuvchisi ham o'zi albatta, demak bu o'zlik nisbatdagi fe'l hisoblanadi. Yig'ilish ochildi, kim tomonidan ochilgani noma'lum. Yoki bolalar turnikka tortildi, osildi. Demak, bolalar turnikka osildi. O'zlik nisbatda bolalar o'zi osilyapti. Agar qo'y oyog'idan osildi desak, kim tomonidan osilgani noma'lum. Demak, bu majhul nisbatdagi fe'l bo'ladi. Birgalik nisbati ish qo'shimchasi orqali yuzaga keladi va bir necha harakat holatining bir necha shaxs tomonidan bajarilganligini bildiradi. Masalan, yugurishdi. Demak, yugurganlar bir kishi emas. Yoki kelishdi. Kelgan kishi bir kishi emas. Birdan ortiq bajaruvchini birgalikda bajarilgan harakati yoki holatni ifodalashga xizmat qiladi. Hurmatli tinglovchilar, nisbat kategoriyasida quyidagi ma'lumotlarga diqqat qilishimiz kerak. Birinchisi, o'zlik nisbati faqat o'timli fe'llarga qo'shiladi va u fe'lni o'timsiz fe'lga aylantiradi. Demak, o'zlik nisbat shakldagi fe'l hech qachon o'timli fe'lni yuzaga keltirmas ekan, ya'ni o'timliga qo'shilib o'sha mavjud o'timli fe'lni o'timsiz fe'lga aylantiradi. Masalan, yuvdi, kirni yuvdi, ko'ylakni yuvdi, o'timli fe'l. Yuvindi, o'timsiz fe'l. Demak, xulosa olishimiz mumkinki, o'zlik nisbat shakllari o'timsiz fe'lni yuzaga keltiruvchi vosita hisoblanadi. O'zlik nisbatdagi fe'lni aslo bu, demak, o'timli fe'l deyishimiz mumkin emas. Hurmatli tinglovchilar, taqdimotdagi fe'llarga e'tiborimizni qaratamiz. Jonlanmoq, odatlanmoq, zavqlanmoq, harakatlanmoq, shakllanmoq, shug'ullanmoq, uyg'onmoq, suqlanmoq, seskanmoq, faxrlanmoq, afsuslanmoq va hokazo. Fe'llar bir qaraganda o'zlik nisbatdagi fe'llarga o'xshab ketadi, lekin chalg'imaslik kerakki, bunda fe'l asosida o'zlik nisbatning shakllari mavjud emas. Masalan, zavqlandida zavq asos, land so'z yasovchi, sintak shakl yasovchi, zamon shakli. Ya'ni bunda nisbat shakli yo'q. Ya'ni jonlanmoq, jon asos, jonla degan so'z yo'q. Jon asos, lan so'z yasovchi, moq lug'aviy. Demak, bunda nisbat, ya'ni le'il qo'shimchasi bo'lmaganligi sababli o'zlik nisbatdagi fe'l deb olmaymiz. Albatta buni, demak, aniq nisbatdagi fe'llar hisoblanadi, lekin mazmunga qarab biz buni noto'g'ri belgilab qo'ymasligimiz kerak. Demak, barcha fe'llarga ham o'zlik nisbat shakli qo'shilavermaydi. Masalan, yangramoq yoki o'qimoq kabi fe'llardan o'zlik nisbatdagi fe'lni yuzaga keltirib bo'lmaydi. Qayr, ayri fe'llariga o'zlik nisbat shakli qo'shilganda tovush hodisasi yuzaga keladi. Masalan, qayrildi, ayrildi. Yana shu narsaga e'tibor berishimiz kerakki, majhul va o'zlik nisbatni farqlashda agar harakatning bajaruvchisi to'ldiruvchi vazifasini bajarib kelganda ham o'zlik nisbat yoki aniq nisbat emas, majhul nisbat deb olishimiz kerak. Masalan, xat yozildi, majhul nisbatda. Xat Sharifa tomonidan yozildi, majhul nisbatda. Demak, bunda harakatning bajaruvchisi Sharifa, lekin harakatning bajaruvchisi ega emas, to'ldiruvchi vazifasini bajaryapti. Rasm Zebniso tomonidan chizildi. Rasm chizildi majhul nisbatda. Rasm Zebniso tomonidan chizildi, bu ham majhul nisbatdagi fe'l hisoblanadi. Demak, o'zlik nisbatda harakatning bajaruvchisi ega vazifasini bajaradi. Masalan, Sharifa tayyorlandi. Sharifa imtihonga tayyorlandi. O'zlik nisbatdagi fe'l, harakatning bajaruvchisi Sharifa va Sharifa ega vazifasini bajaryapti. Agar ovqat Sharifa tomonidan tayyorlandi desak, demak, bunda majhul nisbatdagi fe'l yuzaga keladi. Demak, harakatning bajaruvchisi to'ldiruvchi vazifasida kelganda majhul nisbat yuzaga keladi.
Navbatdagi ma'lumotga e'tibor qaratamiz. Yemoq, demoq fe'llariga majhul va birgalik nisbat shakllari qo'shilganda yeyish, deyish, yeyildi, deyildi kabi tovush orttirish hodisasi kuzatiladi va xuddi shunday yoziladi. Demak, majhul nisbat shakllari o'tmisiz fe'lni yuzaga keltiradi. Bu ham xuddi o'zi kabi majhul nisbat shakllari ham o'tmisiz fe'lni yuzaga keltiruvchi vositalar hisoblanadi. Orttirma nisbat o'timli va o'tmisiz fe'llarga qo'shiladi va uni o'timli fe'lga aylantiradi. Demak, e'tiborli bo'lamiz. Majhul va o'zlik nisbat shakllari o'z o'rnida o'timsiz fe'llarni yuzaga keltiruvchi vosita hisoblanar edi. Orttirma nisbatlar esa bularga zidlanadi shu xususiyatiga ko'ra, ya'ni o'timli fe'lni yuzaga keltiradi. O'timliga qo'shilib ham o'timlini yuzaga keltiradi, o'timsizga qo'shilib ham o'timlini yuzaga keltiradi. Masalan, o'qidi, o'timli fe'l, o'qitdi, yana o'timli fe'l. Yugurdi, o'timsiz fe'l, ya'ni ne yugurdi deb bo'lmaydi. Agar yugurtirdi desak, albatta bu o'timli fe'l bo'ladi. Masalan, o'quvchilarni yugurtirdi. Demak, o'z o'rnida orttirma nisbat shakllari o'timli fe'lni yuzaga keltiruvchi vositalar hisoblanadi. Ar qo'shimchasini farqlab olishimiz kerak. Orttirma nisbatda ham ar qo'shimchasi bor, lekin ar aslida fe'lda 4 ta holatda kuzatiladi. Ya'ni birinchi fe'l yasovchi qo'shimcha sifatida bilishimiz mumkin. Masalan, ko'kar, oqar. So'z yasovchi qo'shimcha bo'lganda fe'ldan boshqa turkumga qo'shiladi. Asosan sifatga qo'shilib fe'l yasashga xizmat qiladi. Ko'k sifat, ko'kar fe'l. Sifatdosh bo'ladi va buni otga bog'lanib qanday so'rovga javob bo'lishidan farqlab olishimiz mumkin. Oqar daryo, qanday daryo. Orttirma nisbat shakli bo'ladi. Kitobni chiqardi. Demak, oldingi so'z tushum kelishlik shaklida ekanligini yoki o'sha fe'l o'timsiz fe'l ekanligidan ham bilib olishimiz mumkin bo'ladi. Yuqorida ta'kidladikki, orttirma nisbat shakllari o'timli fe'lni yuzaga keltiradi. Ar zamon bo'lganda, demak, taxmin gumon ma'nosini ifodalaydi birinchidan, ikkinchidan undan keyin to'liqsiz fe'llar keladi. Demak, agar undan so'ng to'liqsiz fe'l keladigan bo'lsa, bilishimiz kerakki, bu ar qo'shimchasi zamon shakli hisoblanadi yoki taxmin gumon ma'nosida ham bilsak ham bo'ladi. Masalan, kitobni chiqardi. Taxmin gumon ma'nosi yo'q bu yerda va niya qo'shimchasi bilan bog'lanyapti. Agar sayrga chiqardi, sayrga chiqardi, sayrga chiqar edi. To'liqsiz fe'llar kelyapti. Demak, bunda o'sha davomiylik ma'nosini kuzatishimiz mumkin. Ya'ni unda u fe'lni biz o'tmisiz fe'l ekanligidan ham bilib olishimiz mumkin. Demak, ar aslida 4 ta shakl hisoblanadi, ya'ni shakldosh qo'shimcha hisoblanadi. Albatta bir-biridan farqlab olishimiz kerak. Kuzatmoq, uyg'otmoq, solishtirmoq, surishtirmoq, o'tirmoq yoki ko'karmoq fe'llari aniq nisbatdagi fe'llar hisoblanadi. Buni ham yuzakiroq qaraganda orttirma nisbatga o'xshab ketadi, lekin orttirma nisbat shakllari bo'lmaganligi sababli buni biz aniq nisbatdagi fe'l deb olamiz. E'tiborli bo'lamiz. Buni orttirma nisbatdagi fe'l emasligini asos va qo'shimchalarga ajratish orqali ham bilib olsak bo'ladi. Masalan, uyg'otmoq. Asosi uyg'ot va moq. Ya'ni uyg'o emas yoki kuzatmoq, kuza emas. Demak, hozirgi nuqtai nazardan ajratiladi. Bilamizki, morfemalar, demak, morfemaga ajratib, buni bemalol ajratib olsak bo'ladi yoki gapirmoq so'zining asosi gap. Ot so'z turkumi. Nisbat shakllari esa bilamizki, lug'aviy shakl yasovchilar hisoblanadi. So'z yasovchi emas. Bunda demak, ya'ni fe'lga qo'shilib bajaruvchi va harakat holat o'rtasidagi jarayonni bildirishga xizmat qiladi. Gapirdagi er esa so'z yasovchi qo'shimcha otga qo'shilib, uning turkumini o'zgartirib fe'l ekanligini bilib olishimiz mumkin. Ya'ni otga qo'shilib fe'l yasashga xizmat qilyapti. Demak, hazillashmoq, go'zallashmoq, salomlashmoq, xayrlashmoq kabi fe'llar ham aniq nisbatdagi fe'llar hisoblanadi. Yuzakiroq qaraganda bu ham birgalik nisbatdagi fe'lga o'xshaydi, lekin bunda ham birgalik nisbat shakli mavjud emasligini asos va qo'shimchalarga ajratish orqali bilishimiz mumkin. Masalan, hazillashmoq, hazil, hazilla degan so'z yo'q. Hazil, lash va moq. Demak, lash qo'shimchasi bitta yoki go'zallashmoq, go'zal, lash va moq. Ya'ni go'zalla degan so'z yo'q. Birgalik nisbat shakli yo'q birinchidan, ikkinchidan birgalik nisbat mazmuni yo'q. Shu sababli biz bunday fe'llarni aniq nisbatdagi fe'llar deb olamiz. Hurmatli tinglovchilar, agar fe'lda bir necha xil nisbat shakli bo'lsa, qaysi nisbatdagi eng oxirgi fe'l shakliga qarab aniqlanadi. Masalan, kiyintirilishda ki asos in, o'zlik nisbati tir, orttirma il, majhul ish, birgalik nisbat shakllari qo'shilyapti. Demak, bu qaysi nisbatdaligini eng oxirgi nisbat shakliga qaraymiz. Ya'ni ish qo'shimchasi birgalik nisbat, kiyintirilishda
fe'li birgalik nisbatdagi fe'l hisoblanadi. Demak, oxirgi nisbat shakliga qarab aniqlanadi. Hurmatli tinglovchilar, harakat nomining ish shakli va birgalik nisbatning ish shakllari o'zaro shakldosh. Buni biz so'rog'idan va ma'nosidan bemalol ajratib olishimiz mumkin. Va yana shu narsaga e'tibor qaratishimiz kerakki, nisbat fe'llarning doimiy xususiyati hisoblanadi. Ya'ni qanday sintaktik vazifada kelishidan qat'iy nazar, qaysi vazifa shakl bo'lishidan qat'iy nazar albatta nisbat kategoriyasi mavjud bo'ladi. Ya'ni qaysi vazifada kelishidan qat'iy nazar albatta nisbatni topishimiz kerak bo'ladi. Masalan, suzib berilgan majhul nisbatda kosani tushirib, orttirma nisbatda sindirdi, orttirma nisbatda, demak, barcha fe'ldan nisbat kategoriyasi topilishi shart. Hurmatli tinglovchilar, savollarga javob berish orqali mavzuni mustahkamlab olishingiz mumkin. Mavzu yuzasidan savollaringiz bo'lsa, quyidagi manzillarimizga murojaat qilishingiz mumkin. E'tiboringiz uchun tashakkur.